Assalomu alaykum. Xorazmli YouTube kanalimizga obunachilar. Aziz do'stlar, bugun ajoyib lokatsiyada bir xonali, ikki xonali kvartiramiz, 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilasizdan batafsil ma'lumotlarni bilib olsangizlar bo'ladi. Biz sizlarga lokatsiyasini ko'rsatamiz, joylashishini ko'rsatib beramiz bir qator. Shunga qarab, agar sizlar sho'llardan qidirib bilgan bo'lsa, telefon qilib olaverasizlar. Aziz do'stlar, Xorazm Palace yana do'rimizda. Xorazm Palace'ning doğrusundan girib kelsangizlar bo'ladi. Salarak'tana hipermarket, Dekkan bozor aziz do'stlar, bu yerda yana Uztelekomni binosi bor. Bu yon tarafga kelsangizlar aziz do'stlar, Luchoyning ko'chasi, Luchoya ko'cha, chiqaveradigan ko'chasi. Bu yon tarafda Milliy bank, Al-Xorazmiy ko'cha, ko'rib turganlaringizning lokatsiyasi bir zo'rida joylashgan. Yana orqamdagi bino. Ko'rib turganlaringizda yana 8 etajli dom. Shuni xohlagan etajlaridan alsangizda bo'ladi. Bir xonali, 2, 3 xonali kvartirali. 45 metr kvadratdan 92 metr kvadratgacha bo'lgan kvartiralar bor bu yerda. O'zlaringiz telefonlashib, o'zlaringizga yaqin etajdan telefonlashib olaverasizlar. Aziz do'stlar, metr kvadrati 6,5 milliondan. Agarda pullarni 50%, 100% to'laydigan bo'lsangizlar, shu sizning oldindagi to'lovingizga qarab xudo xolasa kelishaveradilar. Ularni ko'rib tursangiz do'stlar, fasadlarni qarang, o'zi suvga tushganlar. Tez yo'llarda tayyor bo'ladi, ya'ni 2025-yilni ikkinchi choragiga bitadi deb turibdilar, xudo xolasa. Agarda ana pullaringiz naqd bo'lsa, kelishtirib olaverasizlar. Lokatsiya zo'r aziz do'stlar. Do'konlarimiz bitgan. Yana ko'rib turganlaringiz, aynalar qo'yilgan, aldalari shipir qilinadi bu yerda. Bog'chalardan muammo yo'q. Oldimizda yana 18-bog'cha bor, 20-bog'cha bor. Aziz do'stlar, maktab bog'chalardan muammo yo'q. Yo'l ustidan chiqsangizlar, marshrutklarda ham muammo yo'q aziz do'stlar. Yana o'zida yana asfalt yo'l ko'rib turganlaringizning yan taraflar ham asfalt. Ish yo'llardan ham aziz do'stlar domlar bo'lib, chiroyli bo'lib ketadi. Hozir sizlarga men ichana giramandan xonalarni, joylashlarni, planirovkalarni bir qator danishtiraman. Agar sizlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, telefonlashib, savdolashib olaverasizlar. Ekranda nomerlar turadi, sotuv bo'limini o'zlaringiz telefonlashib, xudo xolasa ma'qul bo'lsa olaverasizlar. Asa biz sizlarga hamma vaqt lokatsiyasini, orientirlarni, sizlarga variant ko'rsatamiz, tanlash o'zlaringizdan. Xudo xolasa telefonlashib bilib olib, to'liq ma'lumotlarni bilib olsangizlar bo'ladi. Tez kunda tayyor bo'ladi. Biz yana bu 2025-ikkinchi chorak deb aytdik. Tinchlik turar joy majmuasi deb nomlangan, xudo xolasa ko'p qavatli binolarimiz. Ketdik esa ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Bilasizlar, aytib o'tdik, 45 kvadratdan 91 metr kvadratgacha xonalar bor dedik. Uni endi to'liq variantini aziz do'stlar ekrandan qo'yib o'tamiz. Rasmlari, ya'ni planirovkalari bor. Yo'q desangizlar, ekranda nomerlar turadi. Shunga bemalol telefon qilasizlar, sizlarga hamma ma'lumotlarni tashab beradilar. Aziz do'stlar, men sizlarga planirovkalarni kerak ko'rsataman, lekin kenglasizlar atmosferasini ko'rsataman. Neda joylashgan? Qaranglar, bir cho'tki joyda joylashgan shaharning qoq markazi, her tomonlama markazi do'stlar, ko'rib turganlaringizning yan tarafda yana ko'rib turgan yerda Xorazm Palace. Bu yerni ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi. Xorazm Palace'ni shuni yandan to'g'ri kirib kelaverasizlar. Tinchlik to'yxona bor edi shu yerda, yana shuni o'rnida. Bunda mo'yka. Ya'ni zo'r mo'ykalardan birisi, bunda yana Oqinboy masjidi, yana do'rimizda ko'rib turganlaringizning yana yan tarafda ham domlar, Murat Maqsadning domlari, bunda yana Luchoy ko'chasi do'stlar. Ayda to'yxonalar, maktab, bog'chalardan muammo yo'q bu yerda do'stlar. Xudo xolasa ajoyib lokatsiyada ham tez kunda bitadigan variant. Ya'ni agarda bu yerdan sotib oladigan bo'lsangizlar, shu 2025-yilni ikkinchi choragiga bitadi. Shuning uchun ko'ringlar, planirovkalarni, hozir joylashlarni pastda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Videorolikimizning oxirigacha ko'ringlar. Aziz do'stlar, yurtdoshlar, biz yana podez qismına keldik. Yana shunday keng qolgan ekan podezi. Xolasangiz polni zinadan chiqishlaringiz mumkin. Xolasangiz yanında yana lift joyi bor ekan. Shu liftdan chiqsangizlar ham bo'ladi. Xudo xolasa bitgan vaqtida ajoyib bo'ladi. Aziz do'stlar, bu yerda yana bir podezda 1, 2, 3 dona xonadan ekan. Xudo xolasa birinchi chetdan bir qator qisqacha tanishtiramiz. Bu yerda yana bizning bir xonali, bu yer kuxnya bo'ladigan bo'lsa, bu yerda yana bir zali. Yana shunday ko'rinishda ekan. Ajoyib, zo'r. Endi bu yon tarafda sizlarga ko'rinmaydi, kichkina hojatxona xonasi bor, alohida keyin yuvinish xonasi bor. Endi keyingi xonamizda, ya'ni planirovkasini bir qator tanishtiramiz kenglar. Bu yeringda sal kattaroq bo'ladi aziz do'stlar, yana. Tak. Bu yerda
yuvinishxonasi и sanuzyol. Ya'ni hojatxonasi. Bu yerda yana bir zali. 2 oyna qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizdek. Bu yerda keyin yana bir detskisi. Shuning ko'rinishda plitalar bilan zo'r ajoyib bostirilgan перегородкаlar o'rilgan. Bu yerda yana bir xonasi. Shunda bu 2 xonali kvartiramiz. Ko'rib turganlaringizdek. Endi sizlarga 3 xonali kvartirani bir qator tanishtiramiz. Ma'qul bo'lsa, telefonlashib olaverasizlar. Ajoyib lokatsiyada, lokatsiyasına gap yo'q edi do'stlar. Endi buyon qismimiz уже 3 xonali. Endi перегородкалari o'lmaydi ekan, o'zlaringiz tayyor holatini ham ko'raverasizlar. Yana bunda bir xonasi, ko'rib turganlaringizdek, endi bu yerlar ham bo'linishi kerak. Endi planirovkasi sizlar masalan telefotasida shu vaqtda tashab beradilar. Bu ham tarafda mena xonalari. Bu orqa quloli bo'ladi ekan, xudo xolasa. Bu yerda shunda bir xonali, 2 xonali, 3 xonali kvartiralar bor. Aziz do'stlar, sizlarga bir qator tanishtirib ko'rsatib o'tdik. Agar ma'qul bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilasizlardan savdolashib olaverasizlar. 6,5 milliondan kvadrati. Agarda 50%ni qolganini bo'lib to'layman bir yil yoki bo'lmasa, endi qolgan to'liq ma'lumotlarni ekrandagi nomerlardan bilib olsangiz bo'ladi. Sen nima deymiz? Yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar ham shunday uyingiz, joyingiz bo'lsa sotiladigan bizlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Bizlar bilan uy joyingizni tezroq sotasizlar. Sog' bo'linglar.